Sure Cin tercümesi 1. ayetten başlayıp okuyayımız inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Nihayeti şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayayım. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, kavminge aytqin ki bir qancha nafar jinning menden Qur'on tanshab iymon etganligi menga vahiy qilindi. Ular qavmiga qaytib borgandan keyin aytdi: Biz to'g'ri yo'lga boshlaydigan ajoyib Qur'onni haqiqatan angladik. Uningga iymon etdik. Rabbimizga hech kimni shirik keltirmaymiz. Rabbimizning azamati kattadir. Xotini va bolasi yo'qdir. Bizning oramizdagi ahmoq, ya'ni iblis Allohga va uning kattaligiga naloyiq so'zlarni qildi. Biz insonlar va jinlar Allohga yolg'onni chaplamaydi deb o'ylagan edik. İnsanlardan ba'zi kishilar jinlardan bo'lgan ba'zi kishilarga sig'inatdi. Shuning bilan jinlar texmi takabburlashib ketdi. Ular, ya'ni insonning kuffarlari sizlarga o'xshash Allah hech odamni o'lgandan keyin tirildirmaydi deb gumon qildi. Jinlar aytdi: Biz osmon ahlining so'zlarini tinglash uchun osmonga chiqishni tiladik. Osmonning kuchlik muhofazachilar, ya'ni farishtalar bilan va ko'ydirguchi yulduzlar bilan to'lib ketganligini bayqadik. Biz hamisha o'g'irliqcha tinglash uchun osmonning o'ltirishga bo'ladigan joylarida o'ltirdik. Kimiki endi o'g'irliqcha anglashga urinadigan, uni kuzatib turgan ko'ydirguchi yulduzlarni bayqaydi. Biz jinlar jamiyasi zimindikilarga yomonlik iroda qilindimi yoki Rabbi ularga yaxshilik iroda qildimi bilmaymiz. Bizning ichimizda yaxshilarmi va uningdan tuvan turadiganlarmi bor. Biz turlik yo'llarga bo'lindik. Biz jazman ishondikki Allohni o'z irodasini ishga oshirishdan hargiz ojiz qila olmaymiz. Uning azobidanmi qochib qutula olmaymiz. Biz hidoyatni, ya'ni Qur'onni anglagan chig'imizda uningga iymon keltirdik. Kimiki Rabbiga iymon etadigan, yaxshiliklarining kemayib ketishidan va yomonliklarining orttirilib zulm qilinishidan qo'rqmaydi. Bizden musulmonlar va haq yo'ldan chiqquchilarmi bor. Musulmon bo'lganlar to'g'ri yo'lni izlagan bo'ladi. To'g'ri yo'ldan chiqquchilar jahannamga o'tin bo'ladi. Agar ular, ya'ni kuffarlar to'g'ri yo'lda bo'lsa edi, ularni sinash uchun mo'l yomg'ir yog'dirib beratdik. Ya'ni rizqini keng qilib beratdik. Kimiki Rabbining zikridan, ya'ni Allohning taat ibodatidan yuz o'riydigan, Allah uni qattiq azobga duchor qiladi. Masjidlar Allohga xosdir. Allohga qo'shib hech kimga ibodat qilmanglar. Allohning bandisi, ya'ni Muhammad alayhissalom Allohga ibodat qilishga turganda Qur'on tinglash uchun jinlar o'lishib, uni besib olishga tasqaladi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, diningdan yenib ketishingni talab qilgan bu kuffarlarga aytqinki, Rabbimga ibodat qilaman, uningga hech ahdini shirik keltirmayman. Aytqinki, men sizlarga foyda ziyon yetkazishga qodir bo'la olmayman. Buningga faqat Allah qodir bo'la oladi. Aytqinki, agar men Allohga osi bo'lsam, meni Allohning azobidan hech kishi qutqiza olmaydi. Allohdan boshqa hech panohgohni topa olmayman.
Şundaq turuqluq, men sizlarning talabinglarni qandoq qabul qila olayman? Men faqat sizlarga Allohning elchiligini yetkazishga qodirman. Kimiki Allohga va uning payg'ambariga osiylik qiladigan, ya'ni kimiki Allohni va Allohning payg'ambarini inkor qiladigan, Allohga muloqot bo'lishga ishonmaydigan, Allohning oyatlariga quloq solishdan yuz o'riydigan, u do'zax azobiga duchor bo'ladi. Do'zaxda mangu qoladi. Ular, ya'ni mushriklar ogohlantirilgan azobni ko'rgan chaqda kimning yordamchisi ojiz va soni oz ekanligini biladi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ularga aytqinki, sizlarga ogohlantirilgan azob yaqinmi yoki Rabbim uningga uzoq vaqt tayin qilamdi, uqmayman. Allah g'aybni bilgichidir. O'zining g'aybidan hech bir odamni xabardor qilmaydi. Faqat Allah o'zi mamnun bo'lgan payg'ambariga ba'zi g'aybni bildirdi. Uning oldiga va oqsiga kuzatkichi farishta selib qo'ydi. Bu Allohning, uning ya'ni payg'ambarning Allohning elchiligini yetkazganligini bilib turishi uchundir. Allah ularning so'z harakatlarini to'liq bilgichidir. Her şeyinin sonini to'liq egalligichidir.